Tarmoqda biznes bilan shug'ullanadiganlar, real biznesda ishlaydiganlar bilishadi. Komandada o'sish bo'lish uchun juda ham katta harakat qilish kerak. Ayol kishiga bu qiyin. Agar bu ayol kishining oilasi bo'lsa, qaynotasi, eri, yosh bolalari bo'lsa ayniqsa. Kecha yopilgan lavozimim bo'yicha ham tabriklar juda ham ko'p. Bag'oyatda xursand bo'ldim. Hammaga tabriklar uchun rahmat deb qolaman. Lider qachon sinalar ekanki, mana shu pog'onalarga chiqib, eng oldi bo'lib, eng yuqorisida bo'lib tushgan holatda. Hammada baribir tushish bo'ladi. Tadbirkor borki, yaxshi kunlar bo'ladi yoki o'sha tushgan komandasida har xil holatlar bo'ladi. Aynan lider shunaqa momentda sinalar ekan. Va mana shu tushgan holatda atrof muhitni gap so'ziga qaramasdan yana yuzini artib, tizzasini qoqib, yana olg'a intilganida va yana o'sha pog'onalarni tiklay olganida lider bo'lar ekan. Odam bitta ishni qildimi, o'sha ishni qila olar ekan qaytadan. Faqat o'sha payti o'ziga bo'lgan ishonchini yo'qotib qo'yish kerak emas ekan. Atrof muhit o'sha ishonchni pastga tushirish uchun juda ham katta harakat qilar ekan. Hozir kimda tushkunlik holat bo'lsa, mana shu qilgan ishini yana qila olarmikinman? Ikkilanish paytida turgan bo'lsa, men ularga aytardimki, qila olasiz. O'zingizga ishoning, sababini qiling, Allohdan so'rang va tavakkal qilganlar yutar ekan.